Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Tracker 2 ni chiroyli holatdagidan qidirib yurgan mijozlarimiz uchun ushbu trackerni tavsiya qilamiz akalar. Moshamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan Premier Plus. Moshamizga navortlarga keladigan bo'lsa akalar, oldilariga chiroyli qilib abrosovkalardan ustunovka qilib qo'yilgan ekan. Hop, to'rttalar yumshoq bolalar to'qib qo'yilgan, luklarga ham setkalardan to'qib qo'yilgan ekan. Paroglar ustunovka qilingan akalar, to'rttalar ishi shumka bo'lgan. Mosham salonlari ham ko'rib turgan edi akalar, dog' bo'lib ketmasligi uchun nakitkalardan ham ustunovka qilib qo'yilgan ekan. Bosib o'tgan masofalar akalar 22000 kilometr yurgan. Moshamizda akalar rul isitish, avtoparkovka, klimat kontrol, cruise kontrol hamma narsasi bor akalar. Moshamiz full PS'da. Mana panoramaliklari ham akalar ishlab turibdi. Hop, salon laminatsiyalari ham bo'lgan ekan akalar. Premier bilan Premier Plusdan nima farqlar bo'ladi deydigan bo'lsa akalar, Premier Plusda orqa sidinalari ham siydi, qish kuni ham mazza qilib yuraverasizlar. Orqa taraflari ham ko'rib turgan edi, moshamizni chiroyli holatda turibdi. Moshamizga hali gaz ustunovkalari bo'lmagan, moshamiz hozir benzindan harakatlangan. Narxi keladigan bo'lsa, akalar $18800 ozmoz barakasiga o'tib beriladigan joyi bor. Bizga obuna bo'lib kuzatishlarni umid qilaman. Mashinamiz sizlardan.